Menga qilgan barcha yordamlar, agar sizlarni bolalaringlar bor bo'lsa men ham qilaman. Uylarni ko'rib, bir narsani ko'rib, o'zimcha aytib keldim. Xonadon o'ziga ancha to'xsha kerak. Uylar chiroyli solingan. Ichkariga kirdik, uyga ichiga kirganimizda hech narsa qolmagan. Shu qizim tushganiga 13 yil bo'ldi kelin bo'lib. Shu Allohdan tilab, shu qizimizni tilab oldik. Endi 1 yoshga kirganda shu buyrak nimasi bilan kasallandi. Shu bo'yicha shu doktorlarga olib borib ko'rsatib kelyapmiz. Shuncha bor narsamizni sotdik, boshqa qildik. Ko'rsatdik. Endi hozirga qolganda hech najotimiz qolmadi. Operatsiya qildirdik 2019-yil. Birinchi marta operatsiyadan keyin ham holati yaxshi bo'lmadi. Toshkentga olib bordik. Toshkentda Beknazarov degan katta professor urolog ko'rib operatsiya qildi. U ham 3-4 marta operatsiya qildi. O'ng pochkasi ishlamadi. 2019-yil oxirida olib tashlandi 4 yasharligida. Shundan beri Toshkentga qatnaymiz, mana 8 yil bo'lyapti. Endi mana kuzdan beri oyog'ida og'riq bo'lib, yana qayta tekshiruv qilsak, endi bu pochkasida ham muammo bo'lib, katta qon tomirida o'zgarish bo'lyapti. O'zimiz uchun mana shu farzandimiz uchun so'raymiz sizlardan. Iltimos shu farzandimiz uchun yordam beringlar. Yosh kunlarda ko'rdim, hali yosh bu bola. Ota-onangizga, sizni ko'rib turgan odamlarga nimani tilagan bo'lardingiz? Nima tilaysiz, bizga gapiring. Bemalol gapiravering. Men katta bo'lsam, yaxshi bo'lib qolsam, menga qilgan barcha yordamlar, agar sizlarni bolalaringlar bor bo'lsa men ham qilaman. Kelinligida opam hozir havasma olib kelgan. Shu mana sharqamizda turgan narsa bilan 3 tagina divan qo'ygan xolos. Xonadonda hamma narsa sotib tugatilgan. Sabab 20-30 ming, 40 minglab bitta farzandni dunyoda olib qolish uchun mehr, muhabbat, bor boyligini tikib ota-ona bugun mana shu sizlarning oldilaringda yordam so'rashgacha chiqqan insonlar hozir oldimizda turibdi. Hozir otani yig'isini ko'rdik. Onajon, buvijon yordam so'rab turibdi. Ota qachon yurtning oldiga chiqib yordam so'raydi? Oxirgi ilinchi, oxirgi tomchisi tugaganda. Hozir qizim yaxshi bo'lib ketsa bo'ldi. Qizim uchun hammasini qildim inshaalloh, qo'limdan kelgancha. Uyimda bor butunni sotdim. Bor yo'g'imni shu qizimga tikdim. 2 yoshar, 3 yasharligidan dardga chalingan bir mehribon, bir mushtipar, shu ertaga ota-onasini olamdan o'tganda ham duosini qilib farzand uchun yordam so'ralar. Jigarlarim, sizlar ko'pchilik sizlar, men o'zim hech narsani hal qila olmayman. Sizlar bilan ko'p narsani hal qilganmiz. Ko'p insonlar uyli qildik, ko'p insonlarning xonadoniga barakot keldik. Kim bilan sizlarni? Men so'ramoqchi bo'lgan narsam mana shu insonni jondan aziz bo'lgan eng katta xonadonni suyukli nevarasi-yu, mana shu otani farzand uchun. So'ramoqchi bo'lganim 5 ming, 10 ming, 100 ming qancha bo'lsa ham ehsonni katta kichik bo'lmaydi. Ehsonni mukofoti ehson har safar gapiramiz. Ustozimning bir gaplari bor, hasbunalloh nimal vakil deyshadi. Alloh beruvchi, Alloh ko'rguvchi. Hamma narsani tagida bir mazmun shunaqa bo'ladiki, agar bugun videoni siz ko'rib ozgina ta'sirlanib yig'lagan bo'lsangiz, qalbingiz yumshaganligidan, mana shu xonadonga nimadir bo'lganda ham bir mehr yuzib olganligidan. Shu videoni ko'rib turib, hech yo'q, qo'limizdan kelsa 5 ming, 10 ming, 100 ming qancha bo'lsa ham ehson. Agar unga qurbiyatimiz yetmasa, shu videoni tarqatishda, shu videoni kommentariyasida, shu videoni o'zingizda Instagram sahifangizmi, YouTube sahifangizmi, Telegramingizmi, mahalla gruppami, qanaqangi tarqalishga yordam bermoqchi bo'lsangiz, mana shu yerda savob bo'ladi. Qancha bo'lsa ham yakshanbadan yakshanbaga olib keladigan insonimizda mana shu qizimiz uchun qo'ldan kelgancha yordam qilaylik. Xonadonimiz manzili Andijon viloyati Jalaquduq tumani Beshkaram mahalla fuqarolar yig'ini Beshkaram ko'chasi 282-uy. Ismim Muhammadjon. Jigarlarim kartalarni qo'yib qo'ydim. O'zini kartalari, shu xonadonga taalluqli kartalar. Agar sizlar qiynalsangiz, mas'ul qilib o'zim nomerimni yozib qo'yaman. Qanaqa ehson bo'lsa, xohlagan holatda yordam qilishingiz mumkin. Bunda sizni ham, meni ham hammamiz hissamiz bor. Inshaalloh o'sha gap ehson mukofot, ehson.
Oxiri bosh sizlar bilan bo'lgan inshaalloh buni ham etak chiroyli bo'ladi. Sog' bo'lasizlar, rahmat.